Doimo uyda o'tirib qolish sizga hech qanday zarar keltirmaydigandek ko'rinishi mumkin. Ammo sababsiz ravishda uzoq vaqt davomida uydan chiqmaslik bu aslida xavfli holat. Bu paytda sizning psixologiyangiz boshqacha ishlay boshlaydi. Miya sustlashadi, fikrlar bir joyda aylanib qoladi. Hissiyotlar esa tobora salbiylashadi. Psixologiyada bu holat aqliy ruminatsiya deb ataladi, ya'ni inson bir xil fikrlarni qayta-qayta o'ylab ulardan chiqolmay qoladi. Ko'pincha uyda uzoq vaqt o'tiradigan odamlar jismoniy dangasalikni emas, balki aqliy charchoqni boshdan kechiradi. Ular asta-sekin ko'chaga chiqishni yoki odamlar bilan uchrashishni istamay qo'yishadi. Hatto eng oddiy narsalar ham, yaqin do'kondan non olib chiqish ham ular uchun mashaqqatli ishdek tuyuladi. Vaqt o'tgan sari ular hech narsa qilmay tobora telefonga qaram bo'lib qolishadi. Kechasi kech uxlab, tongda charchagan holda uyg'onishadi. Bularning barchasi yolg'izlik va o'zini shunchaki dam olyapman degan aldamchi tasalli bilan oqlashdir. Lekin haqiqat shuki, bu paytlarda siz asta-sekin o'zingizni yo'qotyapsiz. Siz faqat vaqtni emas, hayotiy energiyangizni ham isrof qilyapsiz. Chunki dam olish bu izolyatsiya emas, dam olish bu harakat, bu yashashning o'zi. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting. Voluminex kanaliga obuna bo'ling.